Oyijon, Lappay. boya menga aytgan gapingni qaytar. Yo'q. Ayt qizim, ko'pchilikga manfaatli bo'ladi. Kichkina farzand bilan ota-ona kam bo'ladi-da. Tez qarib qolishadi. Kenja farzand bilan, boshqalar bilan ko'p bo'ladi. Katta farzand bilan ko'proq bo'ladi. Asal qizim, mana shu Samiyani yig'latasan deb ko'p yozasiz-da. Bu qizni qarang fikrlarini. Farzandlarimiz o'ylashmaydi deymiz-u, aslida ularning ham g'ami bor. Meni go'zalim, bizni erta qarib qolishimizdan, biz bilan kam yashashlik g'ami bor ekanda buni. Va bugundan boshlab so'z. Mana ko'pchilikning oldida to'g'ri ovqatlanaman, sport bilan shug'ullanaman, yangi ilmlar olaman va qarimaslikka harakat qilaman. So'zmi? So'z. Kelishdikmi? Nima bog'da qarang. Kenja farzandlarni yana qanaqa qiynar dardlari bor? Farzandlaringizga biron bergan va'dalaringiz bormi menga o'xshash? Izohlarda yozing. Pocas muchachos, so'zlari bor